Здравствуйте. Vaalaykum assalom. O'zbekcha bilasizmi? Albatta. Soat olib kelibsiz. Bu kimning soatlari? Erkaklar soatlari. Yigitning soati. Мы с ним поругались. Urushib qoldingizmi? Альфонс, он недостоин просто этих часов. Soatlarni pодарок qilib tashlabsiz-da unga. Не Xo'p. ценит он ничего вообще. Yo'q, Montblanc yaxshi soatlar beribsiz ekan-a? Переоценила я мужчину своего. Xo'p, mexanik soat, Montblanc, korobkasi ham bor ekan. И bu yerda Longines ham bor ekan, lekin buni korobkasi qayerda? Korobka bilan beruvmidingiz? Я не знаю, он должен коробку вернуть, или либо он ее выбросил, не знаю я, где коробка. Mayli, tushundim sizni. Qarang, Montblanc yaxshi soat, soстояниесі yaxshi, korobkasi ham bor ekan. Buningizga $650 beraman. Buni korobkasi yo'q bo'lgani sababli $500 olib qolaman. Umumiy narxi $1150. Ozgina qushasizmi? Xo'p, $1200 qilib bersam to'g'ri keladimi? Tekis qilib sizga. Xo'p, $1200 so'mda, hozir men sizga aytaman, 12150 14,600,000 so'm bo'ladi. So'mda faqat beraman. Вы и золото скупаете? Да, tilamoq qolamiz. Ну тогда он мне и золото еще должен вернуть. Я ему и золото дарила. Так что я вам золото тоже принесу. Вообще подарка qilib tashlabsiz unga. Soat, tilla. Mayli, olib kelavering, tilla ham olib qolamiz. Хорошо. Qarang, bu yerda pochka 10 million va 4,600,000 so'm sanab berishim kerak bo'ladi sizga. И 4,600,000 so'm. Aytgancha, Всё, спасибо. tillarni qachon olib kelmoqchisiz? Сейчас я с ним разберусь Bo'ldi, и принесу вам золото. Xo'p. Спасибо. Xo'p.